Nurg'un do'stlar, maladofu qilganda bevas qozon selib qaynatadi. Amaliyoti bu xato bo'lib, bugun sizlarga mushning eng to'g'ri qilish usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qitim ko'rsin chuqum o'rgana olasiz, hamda o'rganish boshlaylik ketdik. Avval 2 vaqt etilib ekelgan dufini suratdagidek men mushalasi to'g'ri olamiz. Cho'ng kichikligi va cho'ng olib ketmagan asosida men mushalati bo'lsa nihoyat o'lchamlik bo'ladi. Arqadan az miqdordagi ko'k qizil lazni nihoyat ushoq qilib to'g'ri olamiz. Men shunday qilib materialni tayyor qilib oldik, ichishni boshlab ketaylik. Qozonga suv quyib, qaynaganda yarim qo'shiq tuz selib, arqadan dufini solgandan keyin tuvoqni yepib 1 minut atrofida qaynatiblar, buni suzib olamiz. Ondan qozonga az miqdorda may quyib, pushchoq to'g'rab olgan go'shtni selib qoraymiz. Odatda nurg'un do'stlarimiz maladofu qo'rganda go'sht solmay qoraydi, lekin mana mendek go'sht selib qorib qo'yganlar ta'mi nihoyat yaxshi chiqadi. Zanjil, so'mpiyoz, samsoqlarni selib, bir nechini qorib, mizlik piroq chiqarib olgandan keyin cho'ng ustamning maladofu testiqosini yarim xalt solamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb maladofu testiqosining ta'mi va rangi alohida yaxshi chiqadi do'stlar. Ustiga muvofiq miqdorda suv quyib, bir qaynatib etgandan keyin dufini selib, orqadan chumish solmaymiz-mi do'stlar, ma'nodek qozonni silkib turib aralashtiramiz. Buni yana 3 minut atrofida qaynatib olgandan keyin to'g'rab tayyor qilib qo'ygan lazlarni selib, az miqdorda yo'lkiroq mal berib, birini aralashtirib etgandan keyin yana muvofiq miqdorda shovson chechitiblar taqsiqlab iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Hamma maladofuni qilib bo'ldik. Buningda eng diqqat qiladigan ish bo'lsa tuqqanlar. Hamma shu dufini qaynatganda qattiq tuz selishni unutib qolmasanglar, bo'lmasa dufu asalli ezib ketadi. Oxirida qo'llash nihoyat oddiy, haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar raynaga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llingizga rahmat.